Bugun sizlar bilan Mura Elektrikdan AD seriyasidagi universal quvvatlash blokini sozlamalari bilan tanishib chiqamiz. Qurilmamizni ulab, ish holatiga tushirib oldik. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz hech qanaqa indikatsiya yonmayapti. Vaholanki mana shu yerda indikatsiya bloki bor va u yonib turadi. U uchun biz kichkina tugmachasini bosamiz. Sozlamamizda 12 voltda turibdi. Uni sozlamasini to'g'rilashimiz uchun buni 2 soniya bosib turishimiz kerak. Va sozlama blokiga o'tdi. Bundan keyin uni o'zgartirish imkoniyatlarimiz bor. Hozir 12 voltda turgan bo'lsa, 24 volt, 18 volt, 36 volt, 27 volt, 48 volt. Hozir mana mavjud. Har hammasiga o'zgartirib chiqdi va uni saqlab qo'yish uchun shuni yana bosib turishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir buni saqlab qo'ydik va shu sozlamamizni bu eslab qoladi. Agar sizni tarmog'ingizda kuchlanish o'chadigan taqdirda ham buni esdan chiqarmaydi. Sozlamangiz qanday bo'lgan bo'lsa, shu bo'yicha turadi va bu indikatsiyamiz 1 daqiqadan keyin o'zi o'chadi va energiya sbережения rejimida shu saqlab qoladi. Ko'rgan bo'lsangiz, buni berilgan xarakteristikasidan tashqari 12 volt, 24 volt, 36 va 48 voltdan tashqari 18 volt va 27 voltlar mavjud. Bu nostandart nominallar nima uchun kerak va qayerlarda foydalaniladi? Bilamizki, bloklarimizdan yoritish tizimlarimizgacha bo'lgan masofalarda yo'qotishlar mavjud. Ushbu yo'qotishlarni kompensatsiya qilish uchun 12 voltda 18 volt berilyapti va 24 volt nominallarimiz uchun 27 volt nominallarimiz berilyapti. Bu kompensatsiya qilish uchun. Sizni yoritish tizimlaringiz normal holatda ishlashi uchun. Siz yoritish tizimlari masofasi katta bo'lganda yo'qotishlarni qanday hisoblaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.